Ayni kunlarda yo'l harakati xavfsizligi oyligi doirasida o'tkazilayotgan tadbirlar davom etmoqda. Jumladan ana shunday tadbirlardan biri poytaxtimizning Yunusobod tumanidagi Nurli kelajak nomli 43-davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida ham o'tkazildi. Mazkur bog'chada yo'l harakati qoidalarini o'qitish uchun maxsus o'quv mashq maydonlari tashkil etilgan bo'lib, aynan shu maydonda bog'cha tarbiyalanuvchilari tomonidan yo'lda to'g'ri harakatlanish qoidalari, chorrahalarda piyodalar uchun maxsus ajratilgan yo'lakdan o'tish va svetofor ishoralariga amal qilish hamda har bir belgiga e'tibor qaratish kerakligi o'rgatilib kelinmoqda. Kelajak avlodni tarbiyalashda ta'lim-tarbiyani eng tub negizi, asosiy mohiyati, mazmuni maktabgacha ta'limdan boshlanishi sababli bu yo'l harakati xavfsizligi qoidalari, yo'l harakatlarida bolajonlarimiz harakatlanganda qoidalarga e'tibor berishliklari, men o'ylaymanki, maktabgacha ta'lim tashkilotidan boshlab o'rgatilsa, o'qitilsa bolajonlarimizga juda ham foydadan xoli bo'lmaydi deb o'ylayman. Tashkilotimizdagi har bir guruhda bu yo'l harakati xavfsizligi bo'yicha mashg'ulotlar doimiy ravishda olib boriladi. Ko'rib turganingizdek, mazkur bog'chada yo'l belgilari bilan jihozlangan maxsus xonalar mavjud. Aynan ushbu xonada bolajonlarga muntazam ravishda yo'l harakati tushunchalari ko'rgazmali jihozlar yordamida tushuntirilib borilmoqda. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad bolalarni kichik yoshidanoq yo'l harakati madaniyatini shakllantirishdir. Yo'ldan o'tishdan oldin svetoforga qaraymiz. Svetoforda 3 xil rang bo'ladi. Qizil, sariq, yashil. Qizil chiroqda to'xtaymiz, sariq chiroqda tayyorlanamiz. Yashil chiroq yonganda yo'l harakatlarini davom ettiramiz. Birinchi bo'lib chapga, keyin o'ngga qaraymiz, keyin yuraveramiz.